شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraninki 225 oyatiga keldik. Allah subhanahu va taolo ilgirki oyatda qasamninki ma'lum munosabatlik bir tarafi haqida, ya'ni bir kishi bir yaxshi ishni qilmaslikqa, bir taqvolikni qilmaslikqa, masalan, qasam qilish sababi bilan shu ishlarni qilishdan cheklanib qilish to'g'ri kelib qolsa, boshqalarga yaxshilik qilmayman deb qasam qilibdi. Men manda gunoh ma'siyatdan yoki manda ishni qilmayman deb qasam qilib qilish to'g'ri kelib qolibdi. Kishilarning o'tirini isloh qilishga to'g'ri kelgan vaqtda hukuni bilan aralashmaydim, hukuning ishiga kirishmaydim deb qasam qilganligi tufaylidan taqvolik, yaxshilik, boshqaning o'tirini isloh qilishga ma'ni bo'lib qolgan vaqtda, to'salg'i bo'lib qolgan vaqtda bu xil shakldagi qasamlarni buzib o'tib turib, yaxshi ishlarni qo'ldan bermaslik haqida bizga ta'limotlarni berganda Alloh subhanahu va taolo, yana bu yerda qasam masalasi chiqqanti ilgirki qasam, ilgirki oyatda. Endi qasam masalasi ma'lum bir tarafi ilgirki oyatda bayon qilingan. Chiqqandan keyin tayinliq bugungi darsimizda qasamning umumiy holatlarini bizga tushuntirib qo'yishun Alloh subhanahu va taolo ma oyatda haqiqiy qasam qanday bo'ladi? Ya'ni savol so'roqqa tortiladigan, muqaddas deb ta'riflagan, uning amal qilish vojib bo'lgan qasam qaysi xil shakldagi qasam, qaysi xil shakldagi qasam so'roqqa tushmaydigan haqiqiy qasam emas, bu haqda to'xtalyapti. Amaliyotda qasam birisi yolg'on qasam. O bir va, ya'ni yolg'on qasam deganimiz masalaninki so'zlagandan davatqanning aksicha ekanligini bilib turib qasam qilish. Birisininki o'g'rilik qilganligini ko'rib turib, guvohlik maydoniga kelgan vaqtda Allohning nomi bilan qasam bu o'g'rilik qilmadi desak, yoki bir odamninki gunohsiz ekanligini bilib turib Alloh bilan qasamki menda gunohni qildim, men ko'rdim desak, bu sepi o'zini yolg'on qasam. İnsan en ağır cezaga uchraydigan qasam bu xil shakldagi qasam. Yani bir qasam ba lag'vi qasam deb. Yani kishilar o'zaro so'zlash uslubida, yani bir millatninki so'zlash uslubida kishilar o'ylamasdan, ko'nglining tigidan chiqarmasdan ba'zi masalalarninki rostligini isbotlash uchun, gapining rostligini ta'kidlash uchun qo'llanib kunib qolgan qasam. Yani kallasini o'ylamay chiqadi. Bo'libmi arab diyorlarida intayin ko'p. Masalan, bizning Uyg'ur tilida ko'pincha vaqtda qasam shaklida ishlatmasakmi, Xudoyim buyursa deb ishlatamiz. Alloh guvoh deb ishlatib qo'ydik, lekin ko'nglining tigida qasam qilmoqchi emas, so'zlash uslubida shunga kunib qolgan. Arablarda vallahi deb gapni qilaveradi. Taatti atibarma o'g'in bormayma, keldim, kamidim desa, voy ashtamu degan o'ni vallahi masalan qasam ifodasini ishlatadi, lekin kallasida hech qasam degan narsani o'ylamay tilda kunib qolgan qasam bor. Bu qasamni biz Arabchada lag'vi qasam deydi. Yani haqiqiy qasam emas, tilda kunib qolgan, yani hisob emas, yani jin qasam emas, yani bu xil qasam bor. Endi buni lag'vi qasam dedik. Yana bir xil qasam masalaning tarafi menga kallamga aydın olgan. Men shu aydın tarafini asos qilib turib,
Məsələ, maşta məsələ deb turub qasam qıldım, yoki ani aşta qilaman deb qasam qıldım, qasamını tutdim, bu haqiqiy qasam bo'ladi. Bu suol so'roqqa tortilganini ma'vu. Mushu masala bugungi 225-oyatda bayon qilinib, Alloh da'vatida astag'izu billah la yu'akhidhukumullohu bil-lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. Yani ayetinin tercümesini kılsak Allah qasaminglardagi lag'vi bilan, yani qasamni o'ylamay turib og'zinglardan tikib qolgan qasam ifodalari bilan sizlarni savol so'roqqa tortmaydi, sizlarga uningda gunoh bo'lmaydi. Ammo sizlarni savol so'roqqa tortadiganni hisob oladigan qanday qasam desa qalbinglardan chiqqan bima kasabat qulubukum degani yuraginglarda qasam qilishni o'ylab turib, rasmiy qasam qilish niyati bilan qilgan qasam ma'vu hisob qilinadigan qasam. Alloh mag'firat qilguvchi Halim zotdir. Endi oyatning izohatiga kirishdan ilgari biz qasamga munosabatli ilgirki oyatni bayatni ozroq tushuntirib o'tdik. Ya'ni sizlar bir yaxshilik qilishga to'g'ri kelib qoldi. Taqvolik maqomi to'g'ri kelib qoldi. Başqalarning o'rnini isloh qiladigan, qasam isloh qiladigan o'ringa to'g'ri kelib qoldinglar. Mush ishlarni qilishdan qilib qo'ygan bir qasaminglar sizlarni to'sib qolgan bo'lsa, qasaminglarni buzinglar. Chunki qasamni yo'l qo'ygani men deydi Alloh. Qasaminglarni buzinglar, uning gunohini kechiradiganimi men, qasaminglarni kafarat turinglar, uni qabul qiladiganimi men, ma yaxshi ishlarni qilaveringlar deb bo'lib qasamning ahvoli manda bo'ladi. Allah sual so'roqqa tortadigan qasam ma'vu. Yani haqiqiy qalbinglardan chiqqan qasam. Endi ma eg'izinglardan, kallanglarga, zihninglarga qasam ifodasi kemasdan eg'izinglardan shunday chiqib qolgan qasam ifodalaridan Allah so'ma. Buningga o'xshash mazmun Sura Maidaning 89-oyatini tilg'anliqlik "Valakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman" deb, ya'ni qalbinglardan, vujudinglardan men bu ishni qilaman Allohning nomi bilan qasam deb turib qilgan bo'lsanglar yoki qilmayman deb ma'lum bir qasamga ma'vu an hisob elinadigan sual so'roqqa tortiladigan qasam, ammo tilingizdan chiqib ketib qolgan shunday ishlar u maqsad, ya'ni u sual so'roqqa qana qilinmaydi, tortilmaydi. Chunki ya'ni qasam masalasida eng muhim nuqta qalb masalasi, iroda masalasi. Ammo iroda qilmasdan, maqsad qilmasdan, söz araliqida tilinglar kunib qolgan bo'yicha, so'zlash uslubi har millatninki. Kunib qolgan bo'yicha og'zinglardan chiqib ketdi. Ya'ni ifodasida qasam ifodasi qo'llandinglar, bu hech sizdan hisob elinadigan qasam emas. Dalili oyatning oxirisidagi vallohu g'afurun halim. Allah mag'firat qiluvchi Halim zotdir. Ya'ni jazolashga qana qilmaydi, oldirmaydi. Deb buni endi 226-oyat, ya'ni qasam haqida ketadi. Qasamga munosabatli taraflar chiqqandan keyin oxirisiga davom qilyapti. Davud Allah 226-oyatda lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Ya'ni qasamga munosabatli masalada oyatni avval bir tarjima qilib o'tay. Ayollardan qasam bilan yiroqlashgan kishilar 4 oy mezgil bilan cheklanadi. Buning izohatini sal turib beraman. 4 oy ichida qaytgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mag'firat qiluvchi, rahim qiluvchi. Endi oyatdagi elingan tilg'ilinayotgan gaplar mana ahvollar. Er kishi ba'zi vaqtda ayolini, ya'ni ayol demak bir oila qurdi demak, o'xshamagan ikki muhitda o'sib yetilgan, o'xshamagan tafakkurdagi, o'xshamagan ikki jinsninki o'rtaq birlik hosil qilib yashash demaklik. Bu boshlangan vaqtlarda er kishi ma'lum darajada ayol kishini tarbiyalash, ya'ni ko'ndirish to'g'ri keladi. Muşta vaqtlarda tabiiyki oilada yuz beradigan ba'zi to'qinish, qalaymaqanchilik, ziddiyat, azarlashish kelib chiqadi. Mush ahvollarni o'ngshash uchun ba'zi qattiq yengil vositalarni qo'llanadi. Shu vositalarning ba'zisi, bir qismi kishi ba'zi ayolini qasam bilan, masalan, Allohning nomi bilan qasam, sana 4 oy yoki 5 oy yoki ma'lum mazgil qana qilmayman,
sening qashingga kirmayman, sen bilan bir uyda o'tmayman deb qasam qiladigan bir ahvollar bor. Ayolini mana chiqqan vaqtda ayolini tashlab qo'ydi endi. Odatda normal qasamsiz tashlab qo'ysimi bo'ladi asli, lekin bir qism odamlar qasamsiz tashlab qo'ysa o'zini kontrol qila olmaydi. Masalan, yana qasam tashlab qo'yib bo'lib, yana qaytadan asta qaytib kiradigan ahvol bo'lib qolmasdan, o'zini qasam orqali qana qiladigan, kontrol qiladigan ahvollar bo'lib, ko'pincha vaqtda arablarda shunday ahvollar bor. Shuning bilan ayollardan bir necha vaqt endi uzoqqa chek yo'q. Mana vaqt yiroqlashish uchun qasam qiladigan ahvollar bor. Bu islomdan ilgari arablarda umumlashgan ahvol. Endi to'g'ri erningki ayolni şu ailenin davamlaşı için terbiyelişi, köndürüş hakkı var. Ama ayalının mu çakılgılanmaydıgan bir hak hukuku var. Ma ayet kandak vatıdı, erge özünün hakkını bergendin başka, ayalının hakkını kandak vatıdı, qoğda vatıdı. Yani, er öyde taşlap koydu ayalını, taşlap koya verse, ayol kişinin aileden alıdığan manevi, maddi bir hak hukuklar oludu. Eğer bu çeksiz bulaverse, ayol kişinin hak hukuku daxilga uçurgan, ayol kişini harlıgallık, ayollık turmuşdaki ayolının hakkını qanaqalık bermegenlik oludu. Yani ayolının bir yerde hakkı ketip kalıdı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ma meseleni, muşunda mesele opanan ayolini ya ayol qilmay yoki bo'ldi deb arab etmay esib qo'ydigan ahvollarda ayol kishi egri jafoda qoladi. Mushta masalani kesish uchun ma oyatda hukmni kesib o'tadi. Esingda bo'lsin. Hukm kesgan vaqtda oyatda inch bilan diqqat qilsak, hargiz ayolning hisobiga erni qo'g'dimaydi islom. Yoki erning hisobiga ayolni qo'g'dimaydi. Erning o'zining haqqini beradi. Ayolning o'zining haqqini beradi. Allah subhanahu wa ta'ala agar bu oyat inson tuzgan qonlab qolsa, faraq ya uningga ya buningga ayrat. Lekin bandalarning ichki hissiyotini Alloh biladi. İnsanlık mijazini Alloh biladi. Ayollar ba'zida, masalan, har ikki tarafga adil şekilde biz bir tahlil qilsak, ayollar ba'zida erlerininki özüge köngül bergenligidan faydalanıp mesela. Yoki özünün güzelligidan faydalanıp, erlerinin hissiyatından faydalanıp, erni yer bilen yaksan qiladigan ayollar oludu. Manda ayollarni tarbiyalash uchun erlarga ma'lum şekilde haqqini bergan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani qop qo'yish ayollarni, tashlab qo'yish mesela yaqinlashmay. Ama bu xil şekildeki terbiyeleş öz çekeden, öz haddiden eşip ayol kişinin hak hukukuga daxil etkizdiğan derecege varsa, terbiyeleşinin eşip hem de o ayol kişini harlaydiğan derecege varsa, onun İslam şakkada çak koyuyordu. Ve de ayolının hakkı muhim. Terbiyelesen buludu. Lekin malum çek dairesinde eşip ketdi mi? Yok. Ma şekilde. Ayette dilevatını del muşu ehvalına nispeten kesip bir hüküm bir vattu ki وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. Başta vakitte ayallarını qop qo'yadigan qasam qilgan odamlar faqat 4 oy qo'yib qo'ysa bo'ladi deydi. 4 oy. 4 oy ichida qaytib olsa, tamam ayolninki. Yani burunqidek ailesini davomlashtirsa bo'ladi. Alloh mag'firat qilguvchi rahim. Yani İslam aile turmuşunu real bir şekilde kurulsun davatıdı. Qanaqtırlıqı reallıqdan aşqan bir yani çıdıqlanmaydigan ailede ermi qiynaldigan, ayolmi qiynaldigan mana şekilde emas. Yoki er taraf ayolga, ayol taraf erga zulm qildigan bu şekilde emas. Yani İslam bu yerda erning bir mayilligini mu itiraf qiladi. Bunu yo'qqa chiqarmaydi. Ayolning mayillik hissiyotlarini mu ham qana qiladi, itiraf qiladi. Buni yo'qqa chiqarmaydi. Ma bir nuqta bor. Bir narsani kontrol ostiga elib, taqib qilib, butunlay besib olish bilan, ya'ni butunlay uni midrig'li qo'ymaydigan holatni saqlash bilan o'z yo'lini kontrol qilish bir masalasi bor. Masalan deylik,
bir qaçıva deyli, bir köl deyli, bu kölning tigida suv chiqib turadigan buloq bor. Sen bu suv sirtqa chiqmasin deb kölning atrofini har qancha igiz qashlar, mazmut et hamman tishidi u. Chunki tigida iqib turayotgan bir buloq bor. Qana qilish kerak? Buni o'z yo'liga selish kerakki, boshqa yoqqa suv chiqib vayron qilmasin desa, mushu ko'ldan bir eriqdan birini elib, suvning chiqib ketadigan bir yerini qo'yishing kerak. Islom ayol kishiga chaqilma deb er kishini atrofini bo'g'ib etmadi, chunki erda erlik bir g'urur bor. Qurgan oilasini qo'g'dash mas'uliyati bor. Erning mas'uliyat sohibilik bir xarakteri bor. Endi ayolning o'zguchilik bir tabiati bor. Islom qanaqdir erini sen mashta qilsa debmi bekitmadi. Ayol kishini yo'q sen ma tabiatini chiqsan olmaydi demadi. Balki ikkalisining tabiatini o'z yo'liga soldi. Ya'ni erini mas'uliyat sohibi bo'lish bilan ma'lum ishlarni qilishga yo'l qo'ydi va ayolning haq huquqi qo'g'diladigan bir shaklda yo'l qo'ydi uni. Er o'zining mas'uliyatini ado qilsa bo'ladi, ayolning tarbiyalasi bo'ladi, tarbiyalash uchun ba'zi tadbirlarni olsa bo'ladi, ammo ayolning haq huquqiga qanday qilmagan, cheklanmagan shaklda, chaqilmagan bir shaklda qanday qilish kerak? Qilish kerak uni. Masalan, mashinalarning motorining ichida yiqilg'i kuyib, besim paydo qilish orqali qilmoqda. Bu vaqtda chiqib ketadigan bir qoldiq gazlar bo'ladi. Ya uni zodi chiqarmaymiz desa, portlaydi motor. Uning chiqib ketadigan bir yo'lni qo'yish kerak. Shunga o'xshash erning vujudida erlik bir tarafi bor. O'sha erlik tarafi ijro bo'lishi kerak, rioya qilinishi kerak. Ayolning vujudida ayollik bir tarafi bor. O'sha ayollik tarafi rioya qilinishi kerak. Shunday bo'lgan vaqtda yana bir chiqadigan eriqdan, yo'ldan birini qo'yish kerak-da. Ya'ni erini sen unda qilmaysa, ayoling qanday qilsa, sen o'zingning erlik g'ururini besib turib, mashta qilsa, deyish erning tabiatiga to'g'ri emas. Ya'ni erni tarbiyalash, tuzash xarakteri va endi u tuzsin, tarbiyalasin deb butun yo'lni ochib o'tib, ayolni xorlaydigan, ayolni xo'rlaydigan, haq huquqni tajovuz qiladigan holat qo'yib bersang ham bo'lmaydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ernimi yaratquchi, ayolnimi yaratquchi o'g'atqa, erning tabiatini bilgachga, ayolning tabiatini bilgachga, bu ikkisidan birikkan oilaning sog'lom shaklda qurilishi va sog'lom shaklda davomlashishi uchun bir tuzilma o'rtig'i qo'ydi. Masalan, biz necha kunlik darsimizning boshiga qaytsak, birinchi qatim bu er ayoldan shakllangan bu oila o'xshash ko'z qarash, o'xshash qimmat qarash bilan qurilishi kerak deb shu yerdan boshladi. Shuningga er mushrik ayollar bilan to'y qilsa olmaydi, mu'min er, mu'min ayol mushrik erlar bilan to'y qilsa, bu bir boshlang'ich bo'ldi. Undan keyin er ayol o'tirdiki munosabatlarning chek-chekini qana qildi, belgiladi. Qanaqdir er ayol o'zining hissiyotini butunlay havasini qo'yvasi bo'ladigan erkin qo'yatmay normal vaqtda yaqinlash, ammo hozir vaqt yaqinlashma dedi. Uning pokiza, sog'lom bir shaklda bo'lish uchun belgilangan joyga yaqinlash, cheklangan joyga yaqinlashma dedi. Demak, mashta hammani uyg'un bir shaklda qanaqatida kontrol qilib, ratlab keladi Alloh subhanahu va taolo. Endi insonning tabiatiga qaraganimizda insondek o'zgarishchan bir xarakterga ega. Inson degan bir paydo bo'lgan maxluq o'g'achqa bir yetilish davrini boshdan o'tkazdi inson. Tug'ilgandan tortib o'lgan qadar inson to'xtamay o'zgarib turdi. O'zgarib turgandan keyin erdan ayol shunday bir uyga kirgandan keyin bu yerda o'xshamagan to'y qilishdan ilgari o'xshamagan bir o'zgarishlar o'tirg'i chiqishi muhaqqaq. Agar buni erining o'zining hissiyotiga qo'yayotganimizda, ayolning o'zining hissiyotiga qo'yayotganimizda, bu bir arg'a kelish, bu qurilgan bu oila mutlaqo mag'lub bo'lganligini. Shunga Alloh subhanahu va taolo tunji qadam ayol tanlashdan tortib, ayol munosabatigacha hammani qadam ratlab kelib, hamda ayolning mashta bir-birisiga moslashish jihatda erga bir tuzilma to'xtatib turdi, ayolga bir tuzilma to'xtatib turdi. Bu tuzilma mush ikki maxluqni yaratgan Allohningki ko'rsatgan ta'limot asosida bo'lsa, bu oilaning qurilishi, bu oila oxirigacha go'zal davom qiladi. Bo'lmas mag'lub bo'lganligi aniq. Endi er bilan ayolning o'rtasida ashta bir kelishmasliklar yuz berib,
Odatda kelishmasliklar yuz berganda eng og'ir bo'lgan vaqtda bir uyda turish chidag'ilolmayotgan bir narsaga aylanadi. Ya'ni bir yerda turolmog'idek bir holat paydo bo'ladi. Seni ko'zam ko'msin deydi ba'zida er, ba'zida o'yga bir kirmisi ekan deydi ayol. Mana bir holatlar bo'lib qolgan vaqtida endi yo'q bu ishga shu uydan chiqib kelsang bo'lmaydi deb birga akab qo'yish masalani texmi ig'irlatadi. Bir nafaslanadigan, sal sakinlashadigan, g'azabi pastlaydigan bir ora birish kerak masalaga. Tuzash uchun mushta vaqtlarda er kishi bo'ldilar, men bir mazgilsini ko'mayya deb qasam qilib o'yga kiradigan bo'lsam yoki senga yiqiladigan bo'lsam qasam qilib chiqib ketdi. Yoki uni qo'yib qo'ydi. Bununla ma'lum ruxsat qildi Alloh subhanahu. Tamam qilsang bo'ladi. Chunki bunda vaqtim akib yana bir yerda tursang bo'ldi desa, portlash ehtimoli bor. Butunlay cho'lish ehtimoli bor. Ammo buningki davomlashib bir yerga berib ayol kishiga aziyat beradigan, ayol kishini xorlaydigan darajaga kelib qolmaslik uchun tamam, ora biringlar. Ma'lum mazgil kurishmanglar, yaqinlashmanglar. Ama bunun cheki olsun. Yani 4 ay cheki olsun davatıdı. 4 ay cheki olsun davatıdı. Mesela bu xil şekilde retlavatıdı Allah subhanahu wa ta'ala. Bu yerdeki Allah'ın məqsidi meseleni hal qilish. Ya erge, ya ayalga bir qattiqlik qilish, ya ig'ir kunni ko'rsatish emas. Demek qasam qilib mana shu ayollarimni yiqilishman deb ayolini tashlab o'tgan odam 4 oy doirada qana qiladi? 4 oy yiqilashmaslik kerak. Yani 4 oy yiqilashmaydi. 4 oydan eshib ketgani o ayolni tuzash, o orani tuzash emas, balki ayolga aziyat berish, azor berish edi. Allohning xolig'ini bu yerda tuzashki, zarar berish, azor berish emas. Bu muddatdan oshirib ayol kishi erim barmaki dese, yok 4-5 ay oldu. Barmaki dese yok, yok mu dese bir adamның nikahida. Ma şekilde ayol kişinin hakkıga tecavüz qilishni asla ravo ko'rmaydi Allah subhanahu wa ta'ala. Hamda insonning haqiqatan bir tabiatlari bo'ladi. Ma'lum ayrilib ketgandan keyin ermi sig'inadi, ayolmi sig'inadi. Masalan Umar radhiyallohu anhuning bir hikoyasi bor. Umar radhiyallohu anhu o'zining xalifalik davrida kechida yo'l aralaydigan. Nemişler bu vatıda nima meseleler var degandek. Bir kuni ketib atsa keçide bir yolning chetidagi uydan bir ayolning ovozi anglanadi. Bu ayol bir she'r o'qiydi hisobda. She'rning mazmuni ayolning o'zining erini seg'ingan. Agar Allohdan qo'rqmagan bo'lsa, balkim yomon yo'llarga kirib ketish ehtimoli bo'lganligini ifodalaydigan bir she'r. Ya'ni taqvoligi tufayli bu ayol o'zini tutib olgan bir xil holatni anglagandan keyin bu bir amaliyotda ayolning Alloh yaratgan bir tabiati bu insondagi. Umar radhiyallohu anhu nima deydi? Ma xotun deb sayklab unda qimmasdan sog'lom, pokiz shaklda qizni qishqirdi. Hafsning ummul mu'minin Hafsning qishqirib, ayol kishi erdan ayrilib qanchalik vaqt sabr qila oladi? 6 oydan 4 oygacha. Shundan keyin Umar radhiyallohu anhu askarlikka ketgan askarning 4 oydan ortiq vazifa o'tmasligi haqida qaror chiqargan. Endi biz bu yerda demoqchi bo'lganimiz nima desa, erda bir tabiat bo'ladi, Alloh yaratgan, ayolda bir tabiat bo'ladi, Alloh yaratgan. Bu ayb emas. Chunki inson shu shaklda yaratilgan. Undan keyin shu tabiatga rioya qilgan shaklda bir tuzum bilan tartiblanish kerak bu oila ahvoli. Shunga chiqma oyatda nima deydi Alloh? Lillazina yu'luna min nisaihim. Ayollardan ayrılışga qasam qilganlar 4 oy cheki yuqurchak bu. Chunki reallik shu, kishilarning realligi shu, insonning yaratilish realligi shu. U reallikka rioya qilmasa olmaydi. Fa in fa'u agar 4 oy o'tkichi vaqtning ichida er kishi achchig'idan yenib qoldi, ayol kishining yaxshilanish ahvoli ko'rildi, ya'ni endi qaytmoqchi bo'lsa, ya'ni endi mening ayolimkan, men erkanman, bo'ldi, kelimga yenib olay deb, ya'ni bu oilani qaytadan davom qilmoqchi bo'lsa, bu vaqtida qasimidan kafarat berib masalani tugatsa bo'ladi. Yani bu ayollik, yani burunqidek davomlasa bo'ladi. Bu hech qanday nikohga ta'sir etmaydi. Ammo 4 oy o'tib ketgandan keyin
4 oy o'tib ketgandan keyin er kishi ikki tanlashning biriga qoladi. Ya keyingi yenib ailesi bilan qaytadan yangidan quruydi o'sha oilani, yoki bo'lmasa taloq qiladi. Yo'q, men uni qilmaydim, buni qilmaydim. Bu oilani yangidan qurmaydim. Bu ayoldan zirikdim masalan, yoki bir oy tutolmayman bu ayolni. Taloqni bermayman desa, shu vaqtda hokim, sud deymizmi, bu mahkama buning taloqini beradi. Hatto ba'zi fuqaholar bu yerda deydi, bir odam 4 oyni o'tkazibdi, yo qaytmabdi uyiga, yoki taloq qilmabdi bo'lsa, avtomatik holatda bayin taloq bo'ladi deydi. Shunga Allah subhanahu va taolo va in azamut taloq fa innalloha samiun alim. Ular taloq niyat qilib qolsa, qaytson, qaytmay taloqni niyat qilsa, 227-oyatda Alloh hammani anglab, bilib turuvchi. Endi musha kelgan vaqtida Mashu şekilde talak bo'lsa ayol kishi, mushu qasam qilish orqali 4 oy uytab ondan keyin talaq qilinsa, raj'iy talaq qilinamdi, bayin talaq qilinamdi. Ma fiqh babida raj'iy talaq deganimiz, ya'ni nikoh rasmiy to'liq ajrab ketmaydigan talaq, ya'ni iddat chiqqan qadar. Agar bu talaq şekilde talaq qilinsa, mushu iddat tuguguncha oilni burunqidagi asliga qaytiriblam davomlashtiruvasi bo'ladi. Yangi nikoh o'qish ketmaydi, yangi to'ylar qilish ketmaydi. Ammo bayin talaqda yangi nikoh o'qiymiz, yangi to'ylar qilamiz. Ya'ni normalda birinchi talaq qilib qolsa, endi burun bir ikki qitim talaq qilingan bo'lib, 3 talaq qilib qolsa, bu cho'ng bayin talaq deymiz. Bu vaqtida bunda ayol kishining 3 qitim talaq qilingan, bir qitim talaq qilinib, yenishib, 2 qitim talaq qilinib, yenishib, 3-chi qitim talaq qilingan bo'lsa, bu avralarni qayta yenish qilinmaydi. Boshqa avralarni to'y qilib bu ayol normal turmush qurib, ma'lum sabablar tufayli turmush cho'lib ketsa, andin keyin qaytishni maqsad qilib qolsa, u vaqtda qaytini oila qurish bo'ladi. Unda olmay 3 qitim talaq qilib qolgan bo'lsa, u qayt qilinmaydi. Ammo hozir deganimiz, burun talaq qilinmagan tunji talaq bo'lib qolsa, kichik bayin talaq bo'ladi. Kim qaytmoqchi bo'lsa, yangi nikoh, yangi to'ylar bilan qaytib olsa bo'ladi. Demak, masala shu. Alloh subhanahu va taolo bunda o'g'achqa masalani qanaqatida bayon qilib, lillazina yu'luna min nisa'im, hozir o'qiyotgan oyatimiz shu. Ayollarni qasam qilib yiroq arilmoqchi bo'lgan kishilar 4 oy kutish huquqi, 4 oy kutdi. Qaytib olsa, Allah günahını keçirib mehr şefkat qiladi. Ya'ni 4 oy ichida qaytib olsa, oilasi buzilmagan holatda qaytib olgan bo'ladi, davom qilsa bo'ladi oilani. Agar rasmiy taloqni niyat qilgan bo'lsa, Alloh ko'ngildagini bilib turuvchi, gap so'zini anglab turuvchi, u vaqtda qana taloq qilsa bo'ladi. Agar yana taloq qilmay, oilasiga qaytmay taloq qilinmasa, ba'zi fuqarolar o'zi avtomatik taloq qiladi deydi, ba'zilar mahkama buni taloq qiladi deydi. Ya'ni bu reallik amaliyotda. Ya aileni qaytib davomlashtirish kerak, ya qo'yib o'tish kerak. Chunki ayol kishining normal yashash bir haqqi bor. O ayol kishini ya qo'yib o'tmay yoki bir uyga qaytmay ezib qo'ygan shaklda qilishga asla bo'lmaydi. Bu yerda 4 oy mezgilni berganligining o'zi u g'azabi paslisun. Ayol kishining ochiqi paslisun, pastga o'tishsin. Birisi-birisining ko'ziga sat ko'rinib qolgan bo'lsa, sal birisi-birisini sig'insin. Masalan, agar qaytib olishga yo'l bo'lib qolgan bo'lsa, bu shaklda yo'l qo'yildi. Ham 4 oy ichidami ayoliga qaytib kelgudek holatga kelmasa, ayolimi eriga qaytib kelgudek holat shakllanmadi degan gap, bu oilani bundan keyin davomlasholmaydi. Qanaqa o'tish kerak? Ayrib o'tish kerak, chayliq shaklda. Ammo uni eshirib ayol kishini xorlash, haqqiga tajovuz qilish qat'iy. 4 oy islom belgilagan bir chek ma shaklda. Hamda Allah subhanahu va taolo ma oyatdan keyin taloq masalasiga o'tdi. Mushu islomda taloq haqida so'z qilingan vaqtda islomning nihoyatda real bir shaklda tuzilmani o'ltirib qo'yganligini, insonning moyilligiga mos, tabiatiga mos bir shaklda tuzilma o'tirib qo'yganini tushunaymiz. Ya'ni biz dedik inson tabiati, inson hayoti bir o'zgarishchan hayot. Inson to'y qilishning oldida o'ylamagan ishlar to'y qilib bo'lgandan keyin yuz beradi. To'y qilishning oldida mayli er olsun, mayli ayol olsun, bir xil hissiyat haroratida nurg'un narsani qana qilmaydi, ko'maydi ko'zi.
nurg'un taraflarga diqqat qilmaydi. Bir tarafga diqqat qiladi. Ya'ni o'zi qiziqqan bir tarafga. Mushu taraf uni to'y qilishga undaydi. Endi to'y qilib bo'lgandan keyin u tarafga qanadi. Hissiyat, havaslari pastgo'yga tushidi. Shu vaqtida erning burun o'rtaga chiqmagan ayolidan kutadigan bir o'lchamlar o'rtaga chiqadi. Ayolmi burun yushagan taraflari o'rtaga chiqadi. Erning yushagan taraflari o'rtaga chiqadi. Ayolning burun kuzi ko'magan bir o'lchamlar erdan talab qilgan o'rtaga chiqadi. Qarasa, erning o ayolidan kutgani o'rtada yo'q. Yani ayolida yo'q o sifat. Ayolning irim manda usulti havas hissiyati pastga tushgandan keyinki o'lchimi erda tepilmay, shuning bilan bu yerda masalalar yuz berishga boshlaydi. Hatta bir-birini ko'ra ko'zi qammaydigan taraf holatga keladi. Ya'ni to'ydan ilgari ermo, ayolmo bir tarafga qarab turib bu oila qurishga, bu to'yga qadamagan bo'lsa, to'ydan keyin o oilaning normal davomlashi uchun har taraflama talablarning hammasi o'rtaga chiqadi. Shu talablar qarish tarafda bo'lsa, qarish taraf yana bir tarafning bu talablarini qondira olsa, oila davom qiladi, bo'lmasa davom qilmaydi. To'y bo'lgandan keyin qarasa, ayolining axloqi o'zining axloqiga o'tishmaydi ekan. To'y bo'lgandan keyin qarasa, eridan burun kutgan o mehr muhabbat illiqlikni ayol qana qilolmadi, topolmadi. Erning safasini ayolning safasi udul kelmedi. Erning qimmat qarashi bilan ayolning qimmat qarashi udul kelmedi. Masalan, erning havasi bilan ayolning havasi udul kelmedi. Hissiyat jihatda bir yerga qana qilolmadi, kelamadi. To'y bo'lgandan keyin o o'zini burun shahzodalarcha ko'rsatgan erning yanchiqida ayol talab qilgan pul bo'lmay qoldi. To'y bo'lgandan keyin o perizatlarcha tasavvur qilgan go'zallik ayolida tepilmay qoldi. Mishada masala chiqadi, krizis chiqadi. Endi musha krizis agar bu ikkisi sabr qilib bu oilani davom qilliya degan holatga kelinmasa, oilaning davom qilinmasligi aniq. Chunki o'xshamagan ko'z qarashdikilar, o'xshamagan fikrdikilar, o'xshamagan ideyadikilarninki bir oilada o'xshamagan shaklda turib davom qilishi aslo va aslo mumkin emas. Buning uchun zo'lab ayolni to'y qilib bo'ldim hamda mush bo'yin davom qilsa deb mangdirishning o'zi erga zo'lab ayolga balki buningdan cho'ng krizislarni o'rtaga chiqarishi mumkin. Shunga islom reallikni ko'zda tutib taloq degan bir tuzilmani o'rtaga qo'ygan. Bu erga nisbatan bir qutulish, ayolga nisbatan bir ozodlik. Agar bu oila ikkisiga zulm soladigan darajada bo'lib qolsa. Inshaalloh 228-oyatda kelasi soatlik darsimizda biz islomning taloq haqida, taloqning tuzilmalari haqida to'xtalamiz. Bugungi darsimiz mushaqchi bo'ladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.